Men sizlarga ovqatlarni o'ringlar dedim-ku, nima o'tiribsizlar? Sovib qoladi bo'lmasa ovqat. Nima hammang xafa bo'lib o'tiribsan? Bir oylik chiroyli ovqat bo'lgan-ku, tavba. Siz ko'p bo'ptimi? Yo'q. Masallig'i bilan suv kam bo'pti. Kelin, yig'lamang. Ajoyib ovqat bo'lgan. Faqat ingredientlari kam bo'lganda bu nima? Murchni ber. Mana murch bo'ldi. Ana. Keyin mana suqarakdan ber bolam. Mana ozgina bunga suqarak tashlash kerak. Sizlar ovqatni yeyishni bilmaysizlar. Qatiq. Ta'mini buzib qo'yadi bolam. Mana pomidor beramiz. Bodring. Chim solamiz bolam. Buni qanday ovqatlar yemaganmiz bizlar? Armiyada paytim ayniqsa pryanik solsak bo'ladi. Mana mayizdan beringlar. Hoppa. Suyonga beramiz. Hoppa. Sizlar ovqatni yeyishni bilmaysizlar bolam. Ana. Mana ajoyib molga ovqat bo'ldi. Ma, olib ber qani. Kelin, mol uchun zo'r ovqat pishiribsiz. Endi bizlarga ham bitta pishirib olsangiz zo'r bo'lib ketadi, ha bolam. Dadam reanimatsiya qilib ovqating qutqarmoqchi bo'ldi, lekin joni uzilib bo'lgan ekanda, vaqti. O'lik kelgan ovqat ekan, bolam endi biz salom alaykum.